Assalamu alaykum. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Bugun navbatdan tashqari bir qatimliq muloqotimiz bo'layotdi. Buningga navbatdagi vaziyatimiz majbur qilyotdi meni. Shuning uchun agar ko'p bo'lib ketgan bo'lsa meni afv qilinglar. Ba'zi ilmiy safsatalarga raddiya. Ko'pchilikka ma'lum. Men ilgirki so'zlarimda, videoluk so'zlarimda Xitoylarning chet ellardagi Uyg'urlarni palaj qilish uchun bir turkum ideolog Uyg'urlarni, bilarmanlarni, ziyolilarni chiqarayotganligi haqida deb o'tgandi. Chunki chet eldagi Uyg'urlarni turmaga qamash, kamplarga to'plash yoki qirg'in qilish imkoni bo'lmaganligi uchun Xitoylarning bu Uyg'urlarni mayliga qo'yib o'tmaydiganligi. Xitoylarning qilalaydigini idea, qarash, fikr qalaymaqanchilikqa terib, tafriqidan qutulanmay, tafriq ichida tugishadigan vaziyatga tushirishdan iborat shum plani borligini faraz qilish unchoqlarni ta's emas edi. Uning uchun men shunday degan va chiqayotgan, yangi chiqqan va mo'jiza asiri qutulib chiqqan ajoyib qahramon qochib chiquvchilarni ba'zilardan bishorat bergan bu odamlarga diqqat qilish haqida. Yenidan chiqqan bilarman Uyg'urlar bilan aslida bar bo'lgan avtonomiyachilar yug'urilib ketishlarimi bir-biriga suvga suv qatilgandek yug'urilib ketishlarimi tasodifiy emasdi. Xalqimiz turmalarda yetibmi yanada kech bozorda muvaffaqiyatli chiqa olgan yoki qochib chiqqan bu mo'l chiqish tajribasiga partizanlardan sen qanday chiqa olding degan savolni qo'yib beqish o'rniga darhol ishinib ketishlari burundan deb kelayotganimdek haqni o'lcham qilish, inqilobiy prinsipni o'lcham qilish odatimizning bo'lmaganligi, tarafdorlikni o'lcham qilishdek ajallik ojizligimiz tufayli puttirab turib oldilar emas, balki jiltiz tortdi. O'z to'plariga ega bo'libmi o'lgudi. Hamda yangi tarixiy davrda yoki yangi burilish nuqtalarida fikr ixtiloflarini tug'dirish yoki uni ko'riklash xizmatlarini jiddiy ishlab, xo'jayinlarga bergan va'dalarini aqlamoqda. Nayta afsuski birmuncha sodda qarindoshlarimiz ular tarafidan nayta kuchli shaklda go'yo bir ilmiy haqiqatdek o'tirib qo'yilayotgan safsatlarga ishonmoqda. Aldanmoqda, qaymoqmoqda. Uyg'urlarda qutuplashish jiddiyleşmekte. Bu qutuplashish aql va mantiqidan ko'ra to'laroq shaxsiy munosabatlardagi yaqinjiroqlik, tarafdorlik qatorliq to'g'ri bo'lmagan o'lchamlar bo'yicha bo'layotgani texmi bichorlikdir, texmi do'tlikdir. Masalan, mendan qaydab qolgan biri cho'qim manba qutubda emas, qarshi qutubda joy oladi. Bir mehmondochilikka chaqirilmagan birisi bu achchig'ida o'zining siyosiy maydonini qaytadan isloh qildi. Ya'ni mehmonga chaqirmagan sohibxonning qarshi tarafiga o'tdi. Bizda bu qadar yenik, bu qadar yengiltek yana boshqa bir millatning bo'lishiga ishonmayman. Kichikgina bir qaydoshni, bir qitimliq dasqonni shaxsiy munosabatdagi azroq g'ijirishib qolishni o'lcham qilib, siyosiy maydonni belgilaydigan bunda yana bir millatning bo'lishi natoyin qarindoshlar. Mana bu shaklda paloni bilan azaldan yaxshi o'tib kelayotgan bo'lsalar, u ba qutubni o'zining tanlash qilib belgilaydi. Mana shunday shaklda qutuplashish ketyapti hozir.
Bu sepsetlarni nima uchun qo'shtirnoq ichiga elib ilmiy sepseta deymiz? Ilmiy deganni nima uchun qo'shtirnoq ichiga qo'ydim? Buning qo'yilish tarzi ilmiylik havasi estirganligi, formulalar, grafiklar, jalbkorligi qatorliq taraflar go'yo qil sig'maydigan ilmiy haqiqatning o'tirib qo'yilishiga o'xshab ketdi. Buning bilan nurg'un sodda qarindoshlarni aldashda unumli rolga ega. Bu nuqtada mening tashviqot haqidagi so'zlarimga diqqat qilgan bo'lsangiz, buning shu tashviqot turlaridan qaysisiga mansub ekanligini, qaysi tashviqot prinsiplari bo'yicha qilinayotgan aldamchilik ekanligini bilib olasiz. Ammo qarindoshlar bir nuqtaga diqqat qilish kerakki, u bo'lsa-mu o'lcham. O'lcham qarindoshlar. Esinglarda tutinglar, o'lcham. To'g'ri xatoni ayiradigan o'lcham. Agar o'lcham qing'ir bo'lsa, ayirmoqchi bo'lgan narsamizmi qing'ir o'lchanib qoladi. Deylikki, eg'irlik o'lchami. Dengiz yuzida 1 kilo kelgan narsa Himalaya tog'larida 1 kilodan az kelib qoladi. Chunki eg'irlik yer sharining tortish kuchidan hosil bo'ladigan bo'lg'achqa va yer sharining o'xshamagan nuqtalarida o'xshash bir narsaning o'xshamagan eg'irlikka ega bo'ladiganligi nazarda tutilib, xalqaro ilm tashkilotlari tomonidan dengiz yuzi 45 parallelda dengiz yuzida o'lchangan 1 kiloni biz 1 kilo deb bekitilgan. Va bu hozirgi bu 1 kilo biz odatlangan. Yana boshqa nuqtalarga borsangiz 1 kilo kelmaydi. Ya'ni o'lcham. Mana shunday narsa. Agar bir o'lcham sapsat o'tirib qo'yg'ish tarafidan belgilangan bo'lsa, bundaq o'lchamga ko'ra uning hamma sapsatisi to'g'ri bo'lib chiqadi. Qil sig'mas haqiqat bo'lib ko'rinadi. Ya'ni siz nima deydiganligingizni nazarga olgan holda bir o'lcham o'tirib qo'ysiz va deydiganlaringiz cho'qim bu o'lchamga tushadi. Shuning bilan to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Masalan, Chorabog'dagi ravaqqa rastlangan dasturxonda Nasriddin Apandi tarafidan intayin sat masxaraga qolgan podshohi olam alam bilan tuprukini yutib, bu kazzab apandidan qanday qilib o'chamlasam bo'ladi, buni qanday qilib osal qilsam bo'ladi deganni o'ylab o'tirgan vaqtida g'aq qilgan g'ozning ovozi bilan birdilla diqqat qo'zg'aladi-da, ko'lni ko'rib qoladi. Ko'l. Mana topdim. Nasriddin Apandini joylaydigan ishni mana endi topdim deb o'ylaydi-da, chiroyiga mamnun bir kulki yuguradi. Va lavlarini masxirlik kulimsiratgan holda Nasriddin Apandimdan shunday so'raydi. Apandim, mush ko'lning suyi siliningcha qanchachilik chiqar? O'zining donoligiga to'liq ishongan podshoh Nasriddin Apandimni bu savolga hech javob berolmaydi deb o'ylaydi. Ammo Chechen Nasriddin Apandim podshohning savolida o'lchamning yo'qligini darhol bayqaydi. Bir bo'shliq, bir uchuqliq, bir yo'chiq bor. Va Nasriddin Apandi bu yo'chiqdan shunday unumli foydalana oladiganligini ko'rib yetgachga ummu mamnun kulimsiraydi va lavlari masxirlik jilmayib o'lchamni qo'ydi oldi bilan. Agar chilakning cho'ngligi mush ko'lchilik bo'lsa, bir chilak suv chiqadi. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Kim xato deya oladi? Chilakning cho'ngligi ko'l bilan tang to'lsa, cho'qim bir chilak chiqadi-da u. Apandi davom qiladi. Yana masxirlik jilmayish bilan.
Agar chilekning cho'ngligi ko'lning yarmi chilek bo'lsa, ko'lning suyi 2 chilek chiqadi. Padişahning rengi tatirishga boshlaydi. Nada xato ketganligini fahmlaydi u, tuzatishga amali yo'q. Efendi davom qilmoqda. Agar chilekning cho'ngligi ko'lning 4dan 1 chilek bo'lsa, 4 chilek suv chiqadi. Qarindoshlar, xatomi bu? O'lchamga ko'ra to'g'ri. Tabiiyki ko'lning 4dan 1 chilek bo'lsa, 4 chilek suv chiqadi bu. Endi kim Nasriddin Efendining so'zini xato deyalaydi? Hech xato deyolmaysiz. Chunki o'lchamni o'zi qo'yib javobni o'zi qo'ygan o'lchamga ko'ra beryapti. Shuni to'g'ri bo'lmasligi mumkin emas. Qarindoshlar, ishonamanki, aqlli Sharq Turkistonliklarim aqlinglarga bir narsa keldi shu anda. Va mening nima demoqchi bo'lganligimni bildinglar. Sharq Turkiston deyish, mustaqillik deyish muhim emasmi? Jiddiy emasmi? Kim buni muhim emas deyalaydi? Bugun mush sharoitda buning amalga oshmaydiganligi hargizmi uning muhimligini tuvallatolmaydi. Bu faqat amalga oshirishdagi qadam bosqich masalasi bo'lib, muhimligiga aloqasi yo'q. Masalan, İstanbul'da dadam sekratda. Derhal berişim kerak. Dadam bir ko'ziga selib ko'mib qo'ygan oltinlarning bayirini degizib bilib olishimni aytmayman. Shundaqla jiddiy. Ammo pasport tayyor emas. Derhal borolmayman. Bu boranmaslik berishimning muhimligini yo'q chiqarib berishimning sharti bo'lgan pasport harakatimning birinchi qadamiga aylansimi, maqsadga aylanolmaydi. Muhim o'ringa egallayolmaydi. Yana masalan, tropik belbog' yomg'iri kelmoqda. Aslida bizga bir o'giz kerak. O'gizi bo'lsa, yomg'irdan saqlana oladi. Chunki u tropik belbog' bo'lganligi uchun saqlanaman deydigan sovuq yo'q. O'gizi bo'lsa yetarli. Ammo o'gizi tamni hech bo'lmaganda 4 tuvrukni shart qiladi. O'gizi bu yerda qadam bosqich e'tibori bilan keyingi qoladigan bo'lsa-mu, muhimligini yo'qotmaydi. Ba'zi ajoyib o'xshatishlarni ma'lumdik. Qandaqdir yeniyotgan uy muhimmi, ichidagi insonlarni qutqizishmi, cho'kayotgan kiyimini qutqizish muhimmi, dengizga sakragan odamnimi? Doktorni to'xtanis qilmayman deb ayol va bolani xatarga tashlash kerakmi, yo'qmi? Bularning hech bir talashayotgan ishga uyg'un o'xshatishlar emas. Mantiqsiz o'xshatishlar faqatla kishilarning aqlini chalg'itib, o'z safsatasini to'g'riga chiqarish o'yinidan iborat. O'xshatib asli bo'ladigan ish bo'lsa, men ajoyib bir o'xshatish qilgan. Kitoblarimga yozib qo'yg'ili 10 yil yoki ko'p bo'ldi. Esinglik ola olasizlar balki. Mening o'ylanishga jiddiy ehtiyojim bor. Darhol o'ylanmasam bo'lmaydi. Asablarim meni ta'xirsiz qistamoqda. Ammo imkonim yetarli emas. Bir deydiki, mana men o'ylab qo'yaman. Nihoyat yaxshi gap. Alloh ajringizni berar. Ammo bir shart bilan. Xo'sh. Oldi bilan pishib yutishimga rozi bo'lasan. Ondan o'ylab qo'yaman. Allah. Kim bu shartni qabul qiladi? Bu shart ostida kim xotin oladi? Mana shunday gap. O'xshatishlarning qanchalik jazibador bo'lishidan qat'iy nazar, o'xshatishlar o'z safsatasini to'g'rilash uchun mantiqsiz to'qilgan. Hech o'xshashligi bo'lmagan narsa va hodisalar selishtirilgan. Bu tashviqotning jazibadorlik prinsipi bo'yicha darhol diqqat tortish maqsadida qilinayotgan aldamchilikdan iborat bo'lib, tashviqot o'tir qatlam
amma xitob qildigan bo'lganligi uchun. O'tir qatlam amma aql va mantiqi bo'yicha selishtirib, o'ylab ko'rmaylar, ko'z qamashtiradigan rangaranglikka aldinib ketadiganligi uchun qaymoqtirish turidagi tashviqotlar ana shunday hozirlandi. Deylikki, bu safsatining sohiblari o'zlarining adaqqa orzusi mustaqillik ekanligini, o'zlarining Sharq Turkiston degan ismni suydiganligini deydi. Xo'sh, anda bo'lsa buni tanlashimizga to'saliq bo'layotgan nima? Xitoy qo'ygan ismni deyishim maqsadga yetkazadiganlik haqida kapolat bormi? Ha? Ani desak maqsadimiz to'saliqqa uchraydi. Xitoy qo'yib bergan ismni desak maqsadimiz cho'qim amalga oshadi deydigan kapolat bormi? Qarindoshlar, masalani bunday o'ylaymiz. Bu ya'ni bizning iltimoslarimiz, talablarimiz, imzolarimiz umuman yozma turida boshqa davlat va boshqa tashkilot, boshqa xalqaro organlarga sunadigan hamma narsamiz bir tamom, bir umiddan iborat. Qarindoshlar, buningga hech kapolat yo'q. Sharq Turkistonlik Uyg'urlarmi, Jungulik Uyg'urlarmi o'z da'volarida hech qanday kapolatga ega emas. Birisi va'da qilganmi? Anda desang hal bo'ladi, manda desang hal bo'lmaydi deydigan aniq so'z bormi o'tirdi? Yo'q. Har ikkisi umid. Menimcha bu Uyg'urlarni Jungulik Uyg'ur deb atashim eshib ketmadi deb qarayman. Chunki Xitoy qo'ygan ismni qo'llanish, e'tirof qilish men Jungulik deganga barobar keladi. Mening qarashim bu. Endi talab takliflarimizni topshirib oluvchilar tarafidan bizga belgilab berilgan doirami yo'q. Qanday atash haqida cheklamami yo'q. O'tirda ikki xil imzo teksti bor. Ya'ni tanlash bor. Sharq Turkistonchilar yoki Sharq Turkistonlik Uyg'urlar Xitoy qo'ygan ismni tilga ilishdanmi seskindigan bo'lg'achqa ularning uni tanlashi mumkin emas. Ammo sizlar avtonomiyachilar, Jungulik Uyg'urlar Sharq Turkiston deganni inkor qilmaydiganliginglarni da'vatsizlar. Sizning oxirgi adaqqa orzuyinglar o'kan. Unda bo'lgandikan sizlarning tanlash imkoniyatinglar bor. Nima uchun Sharq Turkistonni tanlamayapsizlar? Ey, ayoli tug'moqchi bo'lib qolgan janob, obdara qarang. Sizning ko'zingizga bek yo'g'on ko'rinib olgan er doktorning yanida vijikrak yana bir ayol doktormi turibdi? Ko'rmayapsiz? Ko'zingiz nechun? Er doktor ayolingizning mahram joylarini ko'rib bo'lgandan keyin andan bayqisingiz foydasi yo'q. Obdara qarang. Yanida yana ayol doktormi bor? O'shiq gap eshakka juk degan bir gapimiz bor, qarindoshlar. Menimcha shunchalik bo'lsa yetar. Yana bir xalq naqshisim bor u. Bo'ldilar. Yana desam sattura deydigan. Menimcha shu yetarlik. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin tekrar. Ishinglarda muvaffaqiyat tilayman. Xayr xo'sh.